odamlar ham qiziq savol beradi. Qarang, bir odam savol berib, "Qora aka" deydi, "Jannatda 3 sey bo'ladimi?" deydi, qarang. Bir qiziq savol ham. Endi men aytdim, endi hurlar turganda uchib nima qilasiz dedim. Hurlar turganda, shunday noz-ne'matlar turganda, endi men uchishga qiziqaman-da deydi, qarang. Uchishga qiziqaman. Endi hadisda, oyatda bandalarim uchaveradi jannatda, o qushga o'xshab osmonlarda uchaveradi demagan u Alloh, lekin valahum ma yashtahun valahum ma yad'un degan. Nima so'rasalar beraman degan Xudo. Nimani xolasalar jannatda beraman degan. Nima ko'ngillari nimani tusasa ber muhayyo degan Alloh jannat. Shu oyatning ichiga kirib ketar. Ucharsiz, mayli sabr qilingchi. Ham 3 sey bo'ldi deb u ham qizg'aroq odammi? Mayli-da, endi qiziqyapti-da, endi jannatda uchishga qiziqyapti. O'zi hurlar bilan birga bo'lsa odam uchsa kerak-a? Xudo xolasa.